Dadasi, xo'p, og'ribman. Rosa holim bo'lmadi. Doktorga boray desam, uyda pulim qolmadi. Xotin senga doktorman, o'zim ukol qilaman. Qay joying og'rishini juda yaxshi bilaman. O'zim senga radiator, og'rib qolsangiz pediatr. Boring-ye, doktor bo'lmang. Ishlang siz puldan qolmang. Tillazirak olib bering, kartonga pul solib bering. Tilla deysan, pul deysan. Oxiri meni yeysan. Infarkt bo'lib o'lib qolsam, ko'chada tosh yeysan. O'zim sizdan o'rgilay. Ko'chada tosh yemayin. O'lib qolmang dadasi. Sizsiz yolg'iz qolmayin. Senga bitta zo'r joy bor. Titu, iqtisodchi bo'lasan. Ro'zg'orni tejab terga, meni sen boy qilasan. Aytganingiz qilgayman. Sizga quloq solgayman. Siz rozi, Alloh rozi. O'qishga men borgayman. Yasha xotin, esing ko'p. Bitta osh qilaymiz xo'p. Kagras bugun payshanba. Buni biladi hamma. Dadasi. Voy oshimiz deyapman-da ayasi. O'qigan olim, o'qimagan o'ziga zolim. Toshkent iqtisodiyot texnologiyalar universiteti talabalar qabul qilishni boshladi. Vodiliylar Namanganda ham filialimiz bor. Oy yuzingga jon bila tobandaman. Mehri ravshan bir bukun to. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmidingiz? Ha, siz chaqiruvdingizmi? O, iltimos. Orqaga o'tib olsangiz. Ne, orqaga o'tib olaman? Davlenam bor, davlenam ko'tarilib ketadi. Voy. Sening bu ishingiz ittaladimi deyman. Bu kiyimga pulingiz yo'q ekan, biznesga ish qilib pul bormi? Puldan xavotir olmang, mashinani haydang. Bo'ldi. Hop. Haydayman. Sening kiyimingiz ham ja yoz bo'lib ekan-a? Ha, shunaqa. Chizzadan shamol kirib, yelkadan chiqib ketadi. Skvoznoy o'zi bilan. Hammacha kiyimimni ko'p gapirdingiz, amak. Ha endi bu kiyimda sizga qaragan bolani ko'zi yoshlanib ketyapti singlim. Ha, shunaqa. Meni chetroqga to'xtatib keting, iltimos. Sizdan 72 ming. Rahmat, amakijon. Bo'lajak kuyov bilan uchrashuvgami deyman? Qayerdan bildingiz? Reski spon yoqib olganingizdan. Sitor, Qadem bilan bugun borib gaplashmoqchiman. Uylaringda bo'lsa, adresingni tashlab 100 gaplashaman. Seni menga beradi. Nima? Yurist bilan ko'rishgani ketuvdim. Yuristi bilan ko'rishgan chiqib ketdi. Oybekga dadamlar faqat tajribali yuristlar bilan ishlaydilar. Yuristiga gap yo'q lekin. Xotinimdan umuman qo'rqmayman. O'shaning uchun mana yakshanba bo'lsa ham ko'chaga chiqib yuraverdim. Qimmatli vaqtingizni men uchun ajratganingiz uchun rahmat. Yolg'onchi. Voy assalom. Sitor, Oybek, dadeni tasodifan restoranda ko'rib qoldim. qayerdasiz? Yuristi bilan. Nimani qilyapti? Yo'qol bu yerdan yo'qol. Yuristiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Ancha tajribali yuristmi deyman. Menimcha 2-3 ta firmani bab-baravariga olib borsa kerak bu yurist. Zavodda ham ishlatvoradi bu. Sitor, dadeni bu yuristi bilan onang ko'rib qolsa bormi? Dadeng 15 sutkaga kirib ketsa kerak. Sitor, Oybek, nimaga o'zi dadeng menga bermayman dedi seni? bo'lmaydi bu bola deb aytdi. Kazolligingni bilib bermoqchiman sizga. Sitor, lakatsa tasha bersam, bo'lajak qaynona jonim bilan kelsanglar men mehmon qilardim. Barda oldidan lakatsa tasha beraman Sitor. Oybek, nimalar deyapsiz? Beraman qizim, beraman. O, Mashina berib turasiz. Oybek, Menga berganingiz-ku buni. Qizim uchun Iskandar Yulduzdan 2 xonali uy ham beraman mezbon loyihasidan. Sitor, dadeng tushunadigan odam ekan. Dadeng rozi. dadamni qanaqa ko'ndirdingiz? Qanday ko'ndirdingiz deysanmi? Dadeng bilan kechasiga gaplashib oldik-da. Qaynota jonim.